Bir kuni men tungi soat 3 gacha kompyuter o'ynab, endi yotmoqchi edim. Xonam issiq bo'lib ketdi. Kompyuterimni endi o'chirmoqchi bo'lgandim. Bitta vaqt mening pakamga bir SMS keldi. Minecraftning yangi versiyasi chiqdi dedi. Tezroq yuklab ol dedi. Keyin men juda qiziqdim va bir saytga kirdim. U yerda Minecraft New Version deb yozib qo'ygan edi. Va pastida Virus of Net degan yozuvni ko'rdim. Keyin qo'rqmasdan skачать tugmasini bosdim. Zagruzkadan keyin mening kompyuterim o'chib qoldi. Men o'ylagandim svetni o'chirib qo'yishgan deb. Undan keyin borib svetni yoqsam, yoqildi. Kompyuterimga borib yana o'tirsam, kompyuterim ishlab turibdi. Lekin mening ekranim qorong'u bo'lib ketdi. Barcha narsalar yo'q bo'lib ketgandi. Chap tarafda yangi Minecraftning rasmi turibdi. Men unga bosdim. U yerda Mojangning qo'rqinchli dastavkasi meni kutib turgan edi. O'sha paytda men qo'rqib boshladim. Undan keyin Minecraftning bosh menyusi kutib turibdi. Bosma va ошибка degan yozuv turibdi. Men esa bosma degan knopkani bosib ko'rdim. Va undan keyin Vivor degan joyda faqat bitta karta turardi. degan. Hammangiz bilsangiz kerak. Boshqa kartalari yo'q edi. Boshqa kartalar ham ochilmagan va undan keyin men date kartasiga kirdim. Men qo'rqib ketdim. Chunki обычный kartalarda bunaqa redstone fakillari yo'q edi. Keyin men atrofimga qaradim. Men oroldaman, bir o'zim va orolni tekshirib chiqdim. Esa men uy topib oldim. Обычный yog'ochdan yasalgan uy. Yerda qonlar bor edi. Shunaqa qilib uyga kirgan edim, hech kim yo'q. Undan keyin men juda qiziqib ketdim. Barcha yerlarni izlab boshladim. Sababi sizlar uchun shunaqa yerlarni izladim. Do'stlar, shu videoga tezroq 50 ta like yozsanglar, tezroq yangi video chiqadi. Shunday qilib men temir eshik topib oldim. Va bu eshikning orqasida nima borligi menga juda qiziq bo'ldi. Va tayyorlanib oldim va eshikni ochdim. Hech kim yo'q edi. Undan keyin yana bitta eshik bor edi va o'sha eshikni ochdim. O'sha payt oldimdan har xil boshlar va skeletlar chiqdi va barcha yerlarda qon bor edi. Men juda qo'rqib ketdim, sababi bu yerda har xil narsalar bor ekan. Undan keyin yana bir oq eshikni ko'rdim. Birov o'tirgan ekan. Undan keyin bu Minecraftga qaytib kira olmadim. Error exe Minecraftga boshqa kirmay qoldi. Sababi u yer yopilib ketdi. Va video shu bilan tugadi. Videomiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bir dona like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men sizlar bilan jigo bo'ldim. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha